o'zi umringizda bir yoki ikki marta uchastkangizda yoki domingizni remont qildirasa, jigar oldingi uylaringiz aboydan qildirdingiz-ku, yangi narsalar chiqib ketgan. Hozir hamma hoji akalar mana bunaqa miramir stilda dekorativ bo'yoqlardan qilishyapti. Buni turishini qarang. Bianco Italianoni juda ko'pchilik ustalar yaxshi bilishadi va aynan shuni tavsiya qilishadi. Voy lekin mana Bianco Italiano art beton mahsulotlaridan qilingan mana shunaqadan qilib qo'yasizmi yoki uyingizni? Hoji aka, bu mahsulotlar seriyasi Yevropadan keladi. Mana qarang. ISO 9001 международный sertifikati ham bor-da. Yevropa talablariga javob beradi. Hatta chentoni ham qarang, qancha xili bor. Qumli, qumsiz, bunisi kechqurun yonadigan fulgrid mahsulotlar ham bor ekan. Zodagon ustalar bor-ku, professionallar aynan mana shu mahsulotni ishlatishadi. Marmarino Tools. Bilasizlar-ku, bu Italiyada ishlab chiqariladi. Eng zo'r mana shu bo'ladi. Shu mahsulotlarni ham aynan shu yerdan topsangiz bo'lar ekan. Lekin hojiga erinmas ekanlar. Bianco Italiano mana shu mahsulotlarni ishlab chiqarishdan tashqari emulsiyani ham eng zodagonini, jutunni, tillerskisi bo'ladi ekan. Norvegiya mahsuloti shunchaki ustalardan so'raydi. Jutun emulsiyalari qanaqa deb so'rang, bo'ldi, tamom. Hojiga rostdan plus ko'p bo'lsa, mana shuni ishlating. Ya'ni eng zo'r joyi obrazetslarni olasizda, hojona bilan maslahatlashasiz. Yo'qsa, o'shani xohlagan rangingizni tayyorlab berishadi. Shunchaki hayolingizning rangi shu apparatda robotda qilib berishadi. Lokatsiyani tushunib oling. Jomida Qorasaroy qurilish mollari bor-ku, o'shandan shundoq kirganingizda eng qizig'i mana shu Jotun, Bianco, Marmarino mahsulotlariga garantiya berishadi. Shu mahsulotlar tufayli mabodo remontingizga bir narsa bo'lib qolsa, ishoning, pulni ham qaytarib berishadi. Remontni ham boshdan qilib berishadi. Ishonavering, shunaqa seriyozniy hojiga ochishgan.